Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Xudo xolasa keyingi zakazlarimizni ham olib kelib o'rnatdik. Akamiz bizni YouTube'dan ko'rib, istab topib, shu yerga keling, eshikdan bor o'lchang dedi. Xudo xolasa olib kelib, eshiklarni chiroyli qilib o'rnatib berdik. Akamizning manzili Quvani qayerda aka? Quva Oxunboboyev Naymanda. Quva Oxunboboyev Naymanga xudo xolasa mana olib kelib o'rnatib berdik. Akamiz ham bizni YouTube'da ko'rib, ishlarimizga qiziqib mana shu eshiklardan qilib bering dedi. O'zi addelchi ekan, ustalar. Uylari juda chiroyli tushibdi, o'ziga nasib qilsa. Eshiklarni mana ichkari daborlari bilan qilib o'rnatib berdi akamiz. Zamonlarimiz magnitli zamon, daborlarni ham ko'rsatamiz. Ichkari daborlari bilan birga xudo xolasa o'ta chiroyli chiqdi. Ichkari ko'rinishi, ustidan oshma-mosholar, eshigimizning ko'rinishi xudo xolasa o'ta go'zal, o'ta chiroyli. Vodiy bo'ylab olib borish o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga xudo xolasa yetkazib beramiz. Zamonlarimiz, rezinkalar, eshiklar xudo xolasa ishlarimizga yordam beramiz. Xudo xolasa vodiy bo'ylab olib borish o'rnatish bor, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz bor. O'zbekistonda hamma burchagiga xudo xolasa yetkazib beramiz. Kimga shunaqa xizmat bo'lsa, bemalol xudo xolasa murojaat qila olasizlar. Manzilimiz Andijon Buloqboshi. Telefon nomerimiz 91 475 0033. Oldindan hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Bitta podpiska, like, ayamimiz degan o'tamiz.